Assalomu alaykum hammaga. Hadicha blog kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birga tovuqli qo'ziqorin tayyorlaymiz. Buning uchun bizga qo'ziqorin va tovuq filesi va 4 ta dona piyoz kerak bo'ladi va albatta smetana. Ziravorlarni ham unutmaymiz. Birinchi bo'lib qo'ziqorinlarimizni ustini artib, ularni sovuq suvga bo'ktirib qo'yamiz. Xohlasanglar artsanglar bo'ladi, xohlasanglar yo'q. Shu tariqa artib, ularni sovuq suvga bo'ktirib qo'yamiz, chunki ularning zaharlari sovuq suvda chiqib ketadi. Undan keyin tovuq filesini olamiz, uni oldin yaxshilab tozalab olamiz va kubik shaklida to'g'rab olamiz. Xohlasanglar mayda to'g'rasanglar bo'ladi, xohlasanglar o'rtancha to'g'rasanglar bo'ladi. Men shunaqa o'rtancha kubik shaklida to'g'rab oldim. Endi to'g'rab olgan tovuqimizni boshqa idishga bo'shatib qo'yamiz. Keyingi navbat bizda piyozni ham shunaqa o'rtancha shaklda to'g'rab olamiz. Uni ham boshqa idishga bo'shatib qo'yamiz. Endi yarim soat sovuq suvda turgan shampinyonlarimizni olib, to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Ularni ham idishga bo'shatib olamiz. Mana hamma mahsulotlarimizni tayyorlab oldik. Endi bularni birin-ketin qovurib olamiz. Qizib turgan yog'imizga piyozimizni solib, 2-3 minut davomida qovurib olamiz. Piyozimiz shu shaklga kelgandan keyin boyagi tovuqimizni olib, uni ham 5-10 minut qovurib olamiz. Tovuqimizni qovurib bo'lganimizdan keyin unga qo'ziqorinlarimizni solamiz va yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan keyin ziravorlarimizni ham qo'shib olamiz. Va 20-25 minutga dimlab qo'yamiz. Dimlaganimizdan so'ng ovqatimiz shu ko'rinishda bo'ladi va unga smetana solib, yana yarim soatga dimlab qo'yamiz. Ungacha spagettilarimizni olib suvda qaynatib olamiz. Mana bizda sousi tayyor va uni spagetti bilan taqdim etamiz. To'liq retseptni olish uchun Telegram kanalimizga ulanib olishingiz mumkin. Like va podpiska esdan chiqmasin.